Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlar. Azizlar, bugungi videomizda Qashqadaryo viloyat Dehqonobod o'sha tumanida nasib bo'lsa ustalarimiz ishlarini tugatishdi. Reklama xizmati ham Instagram, Telegram, YouTubedan videom boshidan chiqadi. Telegram bilan aloqa qilib ko'rasizlar. Ustamizga ham bu Telegram murojaat qilaverasizlar. Natijnoy, MDF, aboy, laminat, linon tushash barcha xizmatlar mavjud. Ushbu xonaga keladigan bo'lsa, devorlar juda notekis bo'lgan. Oldin ham videosini chiqarganmiz. Badmay qilib aboy yopishtirib berishgacha bo'lgan xizmat 70 ming so'mdan metr kvadratiga bo'lgan. Uydagilar o'sha material olib berishgan, usta haqqi 70 mingdan ishlashgan. Tagini badmay qilib tekislab. MDF va natijnoy keladigan bo'lsak, patologimiz 400 mingdan bo'lgan. O'ngga 3 ekan, 30 kvadratli xonamiz. 12 millionga bitgan qandildan tashqari. Uydagilar qandildan olishgan. Ustalarimiz shu natijnoy tagidagi gipsokarton rekasi, yonboshdagi MDFlari, galagillaricha qo'yib berishgan. 12 millionga patolog o'zi bitgan. Keyin linon to'shab berishgan. 25 ming 30 ming atrofida tagini o'sha holatiga qarab to'shaladi metr kvadrati. Azizlar, bu xonadonimizda 4 ta 5 ta xonani ustalarimiz oldin ham qilishgan. Hozir mehmonxonani remont qilish tugatishdi mana. Supermosh aboy sifat juda ham yaxshi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Qashqadaryo bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Telefon qilaverasizlar. Surxondaryoga ham xizmat ko'rsatishadi, yaqin bo'lgani uchun. Dehqonobodlik ustalarimiz. Ekrandagi raqamlarga ustamizga shu Telegram, WhatsApp bog'langan, aloqa chiqaverasizlar va keyingi xonalarni hozir ko'rib o'tamiz va bundan avval mana bu yerga tunika bonni ham qilib berishgan to'liq. O'sha patkulish, o'tkayli, shu yil ustalarimiz o'zini qo'lidan chiqqan hammasi. Narx-navolari qolib ketgan savollar bo'lsa, ustamizga murojaat qilaverasizlar. Nasib bo'lsa, hozir qisqacha videoda hamma 4 ta 5 ta xonani sizlarga remontlarini ko'rsatamiz. Dehqonobodda bo'lgan. Mana keyingi xonamiz azizlar. Tepasi plastik bo'lgan, oddiy variant bo'lgan. O'sha xameleon variant, devorlar o'sha vodomison bo'lgan. Keyingi xonalarni ko'ramiz hozir. Keyingi xonamiz ham mehmonxona, mana aboylari bo'lgan, natijnoy bo'lgan, mana baho berasizlar. Natijnoyda o'zini o'sha har xil variantda tortishadi, o'sha metr kvadratini. Azizlar, dekor plast bo'lgan ekan, uzr, bir natijnoyga o'xshatibman, gulga qarab. Uzr azizlar, va devor o'sha supermosh aboy bo'lgan. Natijnoyga o'xshab ketdi, svet yoqilmagan payti. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, natijnoy patolog MDF, dekor plast, aboy, linonim, gipsokarton, MDF patolog, aboy yopishtirish hammasini ustamiz qo'lidan keladi, murojaat qilaverasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Bemalol. Shu telefonlarga aloqa chiqaverasizlar. Biz reklama ham qabul qilamiz. 15 ta o'sha Telegram kanalga 38 mingta bo'ldik hozir. Nasib bo'lsa bugun 3-aprel 2025-yil. Instagramda va 150 ming hozircha YouTube kanalimiz bor qurilish bo'yicha. Murojaat qilaverasizlar. 12 ta viloyatdan o'sha reklama qabul qilamiz. Ishlab chiqarishni ustalar ham bemalol ishlab zakaz olsangizlar bo'ladi. Hamkorlikka ishlayveramiz. Ro'za oyida mana 1 oy tekin qildik. Juda ko'p aka-ukalarimiz foydalanishdi, qo'yib berdik. Nasib bo'lsa o'sha foydasi tegdi, xursandmiz. Shu savob uchun duo qilib qo'ysa bo'ldi. Apreldan boshladik mana shartnomalarni, nasib bo'lsa sekin. Viloyatlardan turib ham zakaz bersangizlar bo'ladi, qo'yib beraveramiz. Gaplashib nasib bo'lsa. Mana keyingi xonalarni ko'rsangizlar bo'ladi. Ustamiz qo'li gul usta, ko'p yillik, bemalol o'sha 100% o'verim bo'lib qildirsangizlar bo'laveradi. Bu ham oddiy variant qilingan, kraska, tepasi mana oddiygina o'sha dekor plast, skromli variant qilingan. Oldingi variant bo'lgan, ustalarimiz o'z qo'llaridan chiqqan hammasi nasib bo'lsa. Patko'ch qilib beraverishadi. Yevro remont, atechintami hammasini nasib bo'lsa. Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Azizlar, qolib ketgan savollar bo'lsa ustamizga bemalol telefon qilib yoki Telegramga yozib gaplashsangizlar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, like, esdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Rahmat hammaga.